Meni erim qani? Meni film qani deydimi? Ha, Fidda xotin? Dadasi kecha ichib yana uyga kelmadingiz-a? Ha, o'zing aytding-ku, ichib uyga kelmang deganga, shunga arazda bormay yuruvdim-da. Men bu yerda ertalardan kechgacha ishlaydi dadasi. Topgan pullarni alkazoshlaringizga olib yediring, ichiring. Mana uydagi bolam och qolyapti, yozda kiyim bilan yuribdi, mana uyda xotinim borga kiyim olib berishim kerak deb o'ylamaysiz, bilasizmi shuni? Ha, bizlar ana shunday iflos odam. Yangi do'kon ochilsin, olib beraman, Fidda xotin. Yangi do'kon, oldimga tushing. Dadasi sizga aytgan magazinim mana shu Lady Shop nomi. Hamma ayol qizlar uchun kiyim, sumka, oyoq kiyim, hattoki bolalarimiz uchun ham barcha detskiy kiyimlar bor. Shuning uchun men sizni aynan mana shu magazinga olib keldim. Ya mayli-yu, Fidda xotin, hozir bu yer savdo qilmaylik, ochilmagan-ku. Aynan shuni aytmoqchiman dadasi. 12-dekabr kuni soat 10:30 da ochilish bo'ladi. Ochilishga Nodira begim kelar ekan. Ana o'g'lim, Nodira begim a? Voy yo'qmi, qosini qarib qo'ymagan chol. Oldimga tushing. Dadasi, mana bu 49 ming, mana bu 149 ming ekan. Ikkalasini ham olib berasiz. Ushlang. Qarang, mana bu 69 ming, mana bu 99 ming ekan. Ikkalasini ham olaman. Dadasi, mana bu kurtkacha ham 39 ming, bu ham 39 ming. Mana bu yerda ko'rgan hamma kiyimlaringiz 39 ming ekan. Bolalaringiz olsangiz bo'lar ekan. Oshna, Nodira begim kelyapti ekan, bitta 0 olib kelib. Ha, Grand Prix ochilyapti ekan. Olamiz fazda. Olib ketma. Shundan buningni. Bunga o'r ko'tarish mumkin emas. Mumkin emas. Dadasi, janubga ko'ylak olishim kerak. Yuring, kiraylik ichkariga. Shuncha kiyim olding, to'ymaysanmi sen? Dadasi, aytgan kiyimimni bittasini olib bermayapsiz. O sizga deb nima qildim men? Oling. Bu onasini yemsin, bular to'ymaydi hech narsaga.